qizlar bilasizlar, bizda ko'pchilik ayollarimiz kelishadi o'z yuz uxlatlariga va bundan tashqari o'z yuzlariga qanaqa yaxshi narsani ravo ko'rishsa, farzandlariga ham shu narsani ilingisi keladi ko'p ayollarimiz va ko'pincha so'rashadi, sizlarda detskiy produktlar ham bormi deb. Albatta qizlar ko'pchilik biladi, bizda yoki bilmasligi mumkin, bilmaydiganlar uchun bu ma'lumot. Bizda detskiy lineykalarimiz bor, qizlar hammasi organik vegan sostavli mahsulotlar, hech qanaqadir ximik hidlar yoki bo'lmasam parfyumlar umuman qo'shilmagan, aralashtirilmagan. Hammasi ko'ja chaqaloqlarimizning hattoki ko'jalari uchun faqatgina foydali bo'lgan yumshoq sostavlar va eng asosiysi juda ham effektivniy mahsulotlar ishlatilgan. Hozir sizlarga hammasi haqida ma'lumot aytadigan bo'lsam, bizda mana har bittasi haqida alohida bizning nima deydi feedbacklarimiz bor, otsiflar bor klientlarimizdan. Misol uchun mana bu mana shu mahsulotimga 1+1 aksiyasini qo'yganman. Hozir foydalanib qolsanglar bo'ladi 3 kun ichida. Bu nima deydigan bo'lsanglar, bu deterjent, ya'ni kir parashok, kir yuvadigan parashok suyuq formati 1 litr qizlar va bundan tashqari hid beradigan. Bunisi ham 1 litr hisoblanadi. Deterjent oladigan bo'lsanglar hid beradigan, sizlarga besplatniy qo'shib beriladi. Eng asosiysi zo'r narsa bilasizlarmi? Buni men o'zim kiyimlarimni yuvishda ishlataman, chunki juda ham yoqib qolgan. Haqiqatan ham приятный hid beradi kiyimlarda, и haqiqatan ham juda ham toza, zo'r yuvib beradi. Eng asosiysi yosh bolalarning kiyimini ham beximikat bo'lgani uchun bemalol qo'rqmasdan ishlatsanglar bo'ladi. Uspet qilib olinglar, bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmaydi. Chilla bo'lganligi sababli shunga qo'shimcha ravishda mana shu mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Albatta uspet qilib olinglar.